Mashinalarning ina markasini eshitgansiz, lekin katyollarning ina markasini eshitganmiz. Nafaqat eshitasiz, balkim ko'rasiz. Biz hozir Asakada metal bazani hali biladi, metal bazani tepasida shu katyol sexidamiz. Zavod optim joyda yashagan bo'laveradi. Hozir bir payt Hoji akam oldiga kelganmiz, o'zlari tanishtirib chiqadi. Assalomu alaykum. Hoji aka. Aqlli katyol dedingiz, aka. Shu aqlli katyol to'g'risida bir ma'lumot berasiz. Bu aqlli katyollarimiz eng yaxshisi. Xudo xohlasa 1,5 sutka, 2 sutka hisob qo'ygandan keyin xabar olmaydi. Ashqulallilari yaxshi. Mana shu 15 kilovatli katyolimiz. 150 kvadratgacha joyga, misol 160-170 ga ham qo'ysa bo'ladi. 150 kvadratgacha qo'ysa, rasxodlari maromida nima bo'lib, yaxshi bo'ladi. Bu qancha rasxod qiladi ko'mirdan? Rasxod uyni utublonligiga bog'liq, loy bosilishi, sklotalar qilinganiga bog'liq. O'rtacha misol uchun 40 kilo, 40 kilodan 60 kilo bundan ham oz bo'lishi mumkin. Endi biz iloji boricha maksimal bir sutkasiga. Shuni sop qo'yadi, bir sutka umuman xabar olmaydi. Yo'q, 2 sutka ham xabar olmaydi xudo xolasa. Endi misol 1,5 sutka, 2 sutkalar to'ldirib qo'ysa bemalol. Bu faqat ko'mirga. Lislari xudo xolasa to'rlida bo'lgan. Ichi-yu tashi to'rlida, eshiklari ham. Faqat birinchi kitob to'rli bo'lib turib, uchta kitobini uchli qilganmiz. Tezroq isish uchun qolgan joylar hamma yoq to'rli. Zo'r lislar ishlatganmiz, rossiyskiy lislar. Bunga eng ko'pchilik qiziqadigan joyi buni narxida. Narxi hozir 1150 beryapmiz. 1150 deganimizning sababi bu двойной reduktorli 220 lik ancha-muncha nimalar ko'mirlarni ham sindirib olib ketaveradi. Sal alginaqa bo'ladigan bo'lsa, bitta reduktorli qilib sal arzonroq ham chiqarib berishimiz bor. $100 raznikasi bo'ladi. Kami bo'ladi albatta. Kami yo'q desak ham bo'laveradi. Kami yo'q desak. Kami iloji boricha bo'lish narxlarini aytamiz, sababi odamlar hamma yo'qni surishtirib, nima qilib, keyin telefon qilyapti. Shuning uchun bo'lish narxlari dastlabkamiz. Shu faqat shu Samarqandga, Vohaga, Jizzaxlarga bo'lsa, Isuzugacha olib beramiz. Qolgan nimalarda mana shu seximizdan chiqib ketishi bo'lgan narxlar hammasi katta. Bundan boshqa aqlli katyollar nima kichiklarini ham ko'ryapsiz. Bu mana shu bir xil bu bilan. Bunimiz 20 kilovatli verxniy горение. Bu tepadan pastga yo'nalishli katyol. Bu ham juda sifatli katyol. Qizig'i hech qanaqa nima tanlamaydi. O'tin, ko'mir, xoka, angren xokalarda ham yoqaveradi. Angren xokalarda ham xudo xolasa zo'r effektni beryapti. Bu necha kvadrat joyda tutadi bu? Bu 20 kilovat katyol, 200 kvadratgacha joyga yaxshi. 150 tepasiga qo'ysa ma'qulroq. 200 dan oshiq bo'lsa 30 kilovatli katyolimiz bor. Undan hozir beti tayyor yo'q, qilib beramiz. Bu bundan kichikroq ekan. Bu kichikroq, bu 15 kilovatli. 4 xona, 5 xonaga qo'ysa xudo xolasa mana bu ventilyatori, termostatori, termometri, hammasi aqllilar ichida komplet bo'ladi. Bularning narxini aytib o'tmadingiz. Bunisi 7,5 million, bu 6,5 million. Narxlar bo'lish narxlari. 7,5 million. Iloji boricha savdolashmaydigan qilib aytyapmiz. Har xil nimalar bor. Shuncha hamma variantdan qilganmiz. Arzon